Zino qilayotganda qo'lga tushgan ayol Hazrati Isoning oldiga olib kelindi. Odamlar g'azabda, hamma ayolni toshbo'ron qilib o'ldirish istagida. Hazrati Iso esa qavmining istagini rad etmay qo'liga bir tosh oldi-yu yerga doira chizdi va bu doira Allohning izni ila oynaga aylandi va unga qaragan har kim o'tmishda qolgan sirli gunohlarini birin-ketin o'zlari ko'rdi. Hazrati Iso esa qavmiga yuzlanib shunday dedi: "Qani, birinchi toshni gunohi bo'lmagan inson otsin." Hech kimni ayolga tosh otishga jasorati yetmadi. Chunki har kim ortig'i bilan gunohkordir. Bir ayolga tosh otgudek bo'lsa, o'zining gunohi oshkor bo'lajakdir. Xullas, tosh otish marosimi bekor bo'ldi va Hazrati Iso esa bu ayolni